Bu xatoni qilmang. Bu usulda lozimingiz yaxshi o'tirmaydi. Men sizga eng ideal, hammaga bittada tushadigan asos andazani beraman. Birinchi formula. Mana bu nuqta bilan bu nuqtani orasi, ya'ni mana bu korobkani orasi boksa aylanib bo'lingan 2, qo'shilgan pribavka. Pribavkamiz 2 sm 2 sm dan 10 sm gacha bu matoni cho'ziluvchan yoki cho'zilmasligiga qarab, ya'ni siluetingizga bog'liq. Ikkinchi formula. Birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtagacha bo'lgan masofa bu o'tirish sathining balandligi, beldan stolgacha bo'lgan masofa o'tirgandagi. Uchinchi formulamiz ahvat bu yerda bo'lingan 10, bu orqa og'ni formulasi. Ya'ni boks aylanani 10 ga bo'lingani. Bu yerda esa oldi uchun boks aylanani 20 ga bo'lingani. Mana bu yerda baloq qismimiz. Buni ixtiyoriy siluetini tanlashingiz mumkin. Xo'p, birinchi nuqtadan pastga oldi qismiga 2 sm tushamiz, orqa qismiga 2 sm ko'tarilib, buni tutashtirib qo'yamiz. Bu bel balansi. Mana bu yerda dumbani hisobi borligi uchun orqasi balandroq bo'ladi. Bu xatoni qilmang. Bu usulda lozimingiz yaxshi o'tirmaydi. Men sizga eng ideal, hammaga bittada tushadigan asos andazani beraman. Birinchi formula. Mana bu nuqta bilan bu nuqtani orasi, ya'ni mana bu korobkani orasi boksa aylanib bo'lingan 2, qo'shilgan pribavka. Pribavkamiz 2 sm dan 10 sm gacha bu matoni cho'ziluvchan yoki cho'zilmasligiga qarab, ya'ni siluetingizga bog'liq. Ikkinchi formula. Birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtagacha bo'lgan masofa bu o'tirish sathining balandligi, beldan stolgacha bo'lgan masofa o'tirgandagi. Uchinchi formulamiz ahvat bu yerda bo'lingan 10, bu orqa og'ni formulasi. Ya'ni boks aylanani 10 ga bo'lingani. Bu yerda esa oldi uchun boks aylanani 20 ga bo'lingani. Mana bu yerda baloq qismimiz. Buni ixtiyoriy siluetini tanlashingiz mumkin. Xo'p, birinchi nuqtadan pastga oldi qismiga 2 sm tushamiz, orqa qismiga 2 sm ko'tarilib, buni tutashtirib qo'yamiz. Bu bel balansi. Mana bu yerda dumbani hisobi borligi uchun orqasi balandroq bo'ladi.